2025-yildagi uyimizga, mana proyektimizga patolog tunafonlar, keyin ichida patologlar hozirgi narxlari necha pul bo'lyapti? 4.800.000 so'm MDFda o'ziga ketgan ekan, hurmatli obunachilar. Materialning puli 45 mingdan, hurmatli obunachilar. 45 mingdan qo'y suyug'iga bo'lgan, prostoy ham bo'lgan ichkarida, keyin mana qangi fosollik patologimiz ham bo'lgan, uy ichi 45 ming so'mdan qo'y suyug'iga bo'lgan. Oshxona, zal, detskiy, mana bu yerlar sekin-sekin soddalashib ketaverar ekan. Mana bu yerda eng sodda va prostoy usuldagi patologimiz bir qovurg'ali bo'ladi. Qovurg'asi bittalik bo'lgan. Hammasi qo'y suyug'i 45 ming so'mdan bo'libdi, hurmatli obunachilar, patologning o'zi. Mana bu yerda ham ozgina kichkina prostoy bo'lgan hammomniki. Mana patologiya. Tekis atrofida hech narsa qatarilmagan, tekis patologiya. Bellarimiz koridor, mana shu xonalarga kirib ketadigan joyi va detskiy xonamiz. Bu ham soddaroq usulda, hurmatli obunachilar. Общий materialiga, mana shu 5 xonaning общий materialiga $2,500 pul ketibdi, materialning o'ziga. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Bismillah. Alloh taolo fayz bersin. Shu obunachilarimiz millionga yetib ketsinlar. Boshladik. Bismillah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zo'r bozor YouTube kanali obunachilari. Bu mana qangi universal 2025-yildagi uyimizga, mana proyektimizga patolog tunafonlar, keyin ichida patologlar hozirgi narxlari necha pul bo'lyapti? Keyin necha puldan qatiryapti ustalarimiz? Materialiga qancha ketgan? Uyning razmeri, ichki taraflari, misol uchun necha razmer bo'ladigan bo'lsa, polni hamma razmerini aytamiz, qancha material ketgan, keyin butishi общий hisobda 2025-yilda qanchaga tayyor bo'lyapti. Hamma ma'lumotlar to'liq holatda shu Zo'r bozor YouTube kanalida xudosi ma'lumotlarni beramiz. Kanalimiz yangi ko'rib turgan aka-ukalarimizga, kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bizni kuzatishni davom etinglar. Xudo xolasa bu kanalimiz universal kanal bo'ladi. Sizlarga xudo xolasa har sohadan ko'rsatib boramiz inshaalloh akalar. Sizlardan poddeshi kerak bo'ladi. Bittadan like, kanalimizga obuna bo'lib, o'z fikringlarni, izohlarni kommentariyada yozib qoldirsanglar, xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi, hurmatli obunachilar. Xo'p, bu yerda hurmatli obunachilar, tashqarida hozir ustakalarimiz tunakafon qatirishyapti ekan, ustalarimiz. Hozir polni to'liq ma'lumotni xudo xolasa sizlarga berishga harakat qilaman. Mana tunakafonimiz, hurmatli obunachilar, razmerini so'raymiz hozir. Mana qasi nechiga nechi, qanaqa bukilyapti? Keyin tunakafonni necha puldan bukib beryapti, kvadratini so'raymiz. Mana shu yerdikini. Keyin usta puli necha pul? Necha puldan qatiryapti ustalarimiz? Shu ma'lumotlarni olib, xuddi shunaqangi agar tashqarida shapkalar bo'ladigan bo'lsa, sizlar uchun ma'lumot bo'ladi. Necha pulga bitishiga o'zingizlar hisob-kitobinglarni chiqarish uchun xudo xolasa chiroyli qilib ma'lumotni berib ketamiz, hurmatli obunachilar. Faqat obuna bo'lib qo'yinglar. Ketdik bo'lmasa boshladik. Bismillah. Xo'p, hurmatli obunachilar, bu yerda 6 xona yo 5 xona yo 6 xona uyimiz bor ekan. Bu yerda nimalar qilingan bu joyda? Uyimizda hurmatli obunachilar, mana qangi patologlar qilingan. Mana patologimiz. Общий 6 ta xonaga hop. Uylarni oldin ko'rsataman patologlarni, keyin bir chegadan bu oshxonamiz, hurmatli obunachilar, bu yer oshxonasi ekan. Bitta inson uyiga ustalarimizdan ma'lumot so'ragani keldik. Bu yer oshxonasi, xullas bu yerda choy ichib, nima qiladigan oshxona bo'lar ekan. Uyda qilib qo'ydi, chiroyli holatda bitkizishyapti ekan, hurmatli obunachilar. Mana arzonroq usulda bitta deydigan aka-ukalarimizga mana arzonroq usulda patologlarimiz necha puldan bo'lyapti? Kvadrat necha puldan qilishyapti? Hamma ma'lumotni xudo xolasa hozir shu video davomida berib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Faqat uning uchun shoshilmasdan, videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar va like bosishni albatta unutmanglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu kanalimiz yangi, xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz, obunachilar. Mana patologimiz. Mana shu stilda patologimiz bitgan. Uyimizni oldi tarafini ham ko'rgan bo'lsanglar, bir burchali uy yopilibdi. Chiroyli holatda, tomlari ham yo'q, chiroyli bityapti ekan, xudo xolasa. Endi bu yog'ini ham sekin sizlarga chiroyli qilib ko'rsatib beramiz inshaalloh.
Hop, bu yer oshxona bo'ladigan bo'ldi. Bu yer oshxona patologiya bo'libdi. Biz ustalar bilan gaplashganligimiz uchun faqat patologini ma'lumotini berishga harakat qilamiz uyda. Mana, hurmatli obunachilar. Bu yerga manaqangi fasonda hop, atroflariga gullarimiz, gul taxtalari qatirilgan. Mana endi gullari ham xudo xolasa uyni o'ziga yarashib turadigan stilda qilishgan ekan, hurmatli obunachilar. Mana patologiyalarimiz. Hammasi MDF dan bo'lgan, uyda ichlari MDF dan bo'lgan patologiyalarimiz, hurmatli obunachilar. Bu yer ham yotoqxona, adashmasam bu yer zal. Necha bilmadim. Hozir buni ham o'lchab turib, xudo xolasa sizlarga nechiligini aytib o'tib ketaman inshaalloh. Bu yer ham qanaqandir bu yer spanixona menimcha. Men ota-onalar o'zining spanixonasi. Keyin bu yerda yosh bolalarni yotadigan spanixonasi ham bor ekan. Detskiy xonamiz bor ekan, hurmatli obunachilar. Bu yerda patologiya eng sodda usuldagi patologiyamiz shu bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bitta pog'onali bo'ladi, buni qayeri atrofi bitta tushgan, xolos, osmas. Bitta korobka deyiladi, buni nimasi? Korobka deyiladi. Eng oson, sodda, prostoy usul mana shu bo'ladi, hurmatli obunachilar. Mana hop, bu yerda bu koridori, eshikdan kirish joyi, hurmatli obunachilar. Patologiyalarni qaranglar, o'ta ham chiroyli, go'zal shaklda patologiyalarimiz chiqibdi mana. Yiltirlab ko'zga tashlanib chiroyli bo'lib turadigan patologiyamiz, hurmatli obunachilar. Bu xonamiz ham qanaqangidir nima xona ekan, bu yer xonaligini ma'lumotini bilmadik, lekin xulosa hammasini o'lchab kvadratini necha tushgan xona, nechta shu uyga nechta xona tushgan, hamma ma'lumot berib ketishga harakat qilaman. Oldin sizlarga ko'rsatib olay deb ko'rsatyapman obunachilar. Bular ham oddiy gullar, to'rt tarafiga gul qatirilgan, eng sodda, prostoy usulda qilingan patologiyamiz, hurmatli obunachilar. To'rt taraf. Hop. Yangi chiqqan gullarimiz har safar o'zgaryapti. Mokriy aralashgan, mana patologiyamizga ham mokriy aralashgan MDFlar. MDFlar qatirilgan, hurmatli obunachilar. Mana bu yer koridorda, mana bu nimani? Kirish joyini davomi, bu yer koridorimiz. Bu yerlarimiz hali bitmagan ekan, bu yer tualet bo'lar ekan. Tualet, hammom, mana hammomimiz mana shu bo'lsa kerak. Smesitlarni o'rnatib qo'yishdi, arestorlar olib kelingan. O'sha montajlarni boshlanib xudo xolasa. Egasidan so'radik, unchalik ma'lumoti ega emasman, o'g'lim tayyorlagan bu uylar dedi. Ma'lumotini bilmayman deb shuni deyishdi. Mana patologiya, hurmatli obunachilar. Bu detskiy xonani patologiya bu ham prostoyroq usulda bo'lgan. O'shalarni ham olib kelib qo'yishdi, hurmatli obunachilar. Mana patologiyalar. Hurmatli obunachilar. 642 ekan. Xonamiz uzunligi, hurmatli obunachilar, 642 ni tashkil etyapti. Mana qangi eniga hisoblaydigan bo'lsa, eni 353 chiqyapti. Oshxonamizda nimasi? Uyda razmeri. Ustalarimiz ham hozir kvadratini aytib ekan, necha pulga bitganini, kvadratni necha puldan qilayotganini aytib ekan. Keyin mana kvadratini hisoblab nima qilib beramiz, hurmatli obunachilar? Aytib beraman. Rekalarni общий hisobda, reka, MDF hamma materialni общий hisobini bilishar ekan bular. Har bitta xonaga necha puldan tushganini bilishmaydi ekan. Lekin har bittasini addini ayta olmaymiz, unisini hisob kitobini chiqara olmaymiz dedi. Общий bittasini necha pulga materiali bitgan, necha pulga usta puli bo'lganligini aytib beramiz deyishdi. Xo'p, MDF o'ziga 1 million 4 million 800 ming so'm MDF o'ziga ketgan ekan, hurmatli obunachilar. Materialning puli. Bu kvadratlarni qo'yish yo'qi necha puldan qildingiz aka? 45 mingdan, hurmatli obunachilar. 45 mingdan qo'yish suyug'iga bo'lgan, prostoy ham bo'lgan ichkarida, keyin mana qangi fasonlik
patologimiz ham bo'lgan. Uy ichi 45 ming so'mdan qo'yib suyuqga bo'lgan. Bu oshxonasi ko'rsatganimda, ma'lumotda, videoda ko'rsatganimda oshxona, zal, detskiy, mana bu yerlar sekin-sekin soddalashib ketaverar ekan. Mana bu yerda eng sodda va prostoy usuldagi patologimiz bir qovurg'ali bo'ladi. Qovurg'asi bittalik bo'lgan. Hammasi qo'yib suyug'i 45 ming so'mdan bo'pti, hurmatli obunachilar, patologini o'zi. Mana bu yer ham ozgina kichkina prostoy bo'lgan hammomniki. Mana patologiya. Tekis atrofida hech narsa qatirilmagan, tekis patologiya. Bellarimiz koridor, mana shu xonalarga kirib ketadigan joyi va detskiy xonamiz. Bu ham soddaroq usulda, hurmatli obunachilar. Общий materialiga, mana shu 5 xonaning общий materialiga $2,500 pul ketibdi, materialni o'ziga. Usta puli shunda bo'lgan общий hisobda 7,5 millionmi? Diyorga 7,5 million deysizmi? 7 million so'm usta pulini o'ziga 5 xonasiga 7 million so'm pul ketgan. Ya'ni kvadrati, qo'yib suyug'i 45 ming so'mdan. Kvadratiga, hurmatli obunachilar. Uyning kvadratini, toshnisini, hammasini bilishga ozgina vaqtimiz yo'q. Ustalarimiz ozgina zaynit. Shuni inobatga olib, ma'lumotini qo'ldan kelgancha so'rab berishga harakat qilyapman. Mana ustalarimiz ozgina hali videodan ishga uyalyapti. Shuning uchun ma'lumotni o'z berganda yana ham zo'r bo'lardi, lekin mayli, o'zimiz bilib so'rab olib keyin sizlarga taqdim etyapmiz. Akamiz o'zi mana, hurmatli obunachilar. Davron aka, bu yerda kvadratini nech puldan qilyapsizlar? Tunaka fondi o'zini. Sizlar usta pulini 50 mingdan kvadratiga qilinyapti. 2025-yildagi narxlarimiz, hurmatli obunachilar. Hali ustalarimiz haligi nima bo'lgani yo'q. Nima deydi? O'sha uylar, qurilishlar endi boshlanyapti. Xudo xolasa uyning qurilish proyektlari nech pulga tayyor bo'lyapti. Betoni, keyin misol g'ishtan bo'lsa g'ishtan, penobloydan bo'lsa penobloydan hamma ma'lumotini berib ketamiz shu kanalda, xudo xolasa, bundan keyingi videolarda. Bu nech puldan bukib beryapti aka kvadratni ustalarimiz? 62 mingdan beryapti. Hurmatli obunachilar, mashinga 62 ming so'mdan kvadratini bukib beryapti Tunaka fondi. Xo'p, o'rtalari lentalari necha bekadan atrofdagi qovurg'alari nima deb qo'yadi? Karnizmi? Karnizimiz mokri asfalt bo'layotgan, hurmatli obunachilar. Mokri rangimiz. O'rtadagi lentalarimiz necha bekadan qilinyapti? Asha общий patologiya necha kvadrat ekan aka? Joyga qancha chiqdi? Yo'q. Necha kvadrat chiqdi общийsi? Общий Tunaka 120 kvadrat chiqdi, hurmatli obunachilar. Mana patologiyalarimiz. Oldi mana qanday tarzda bo'lyapti. Xudo xolasa, hali post qo'yganimizda, shu YouTube kanalimizga post qo'yganda oldi rasmini, bitgan holatini rasmiga olib qo'yishadi albatta ustalar. Keyin qo'yib qo'yishga harakat qilamiz, hurmatli obunachilar. Rekalarimiz aka, materiallarimiz narxlari nech puldan bo'lyapti rekalarimiz? Nech puldan olib keldinglar? 3900 dan. Nechiga necha? Patologiya reka. 4 ga 2 rekamiz 3900 dan dedingiz, a? 3900 dan olib kelishdi, hurmatli obunachilar. Patologiya rekamizni. Be asosan reka ketadi, shurub, keyin Tunaka fondi o'zi ketadi, hurmatli obunachilar. Oshcha narsa ketmaydi. Ana Tunaka fondlarimiz. Bu tarafda bitgan holati. Shunaqangi tarzda bityapti, hurmatli obunachilar. Ichkarida nimalar to'liq ma'lumotini berib ketdim. Usta akalarimiz shunaqangi xohlagan stildagini chiqarib berasiz, Davron aka, xudo xolasa. Xohlagan stildagi Tunaka fondi yasab berasiz. Qatirib, aytgan razmerda yasattirib keladi. Yasattiradigan joyida ham nomerlarni xudo xolasa yerda ham bor, syomka qilganmiz. Отдельный syomka qilamiz. Bukish jarayonlarini hammasini ma'lumotini to'liq qilib berib ketamiz, hurmatli obunachilar. Hop. Perdelka ishlari bor. Ha, beda perdelka ishlari bor, ha? O'zi qanchadan qilyapsizlar o'zi вообще-то? Agar osonroq yerlar bo'lib qoladigan bo'lsa. 35 mingdan 35 mingdan 60 ming so'mgacha
qiyin posonlarimiz hurmatli obunachilar, figuralari qiyin, vaqti haligi qo'lishadigan nimalarni qimmatroq bo'ladi. Oddiyroq, prosto'roq, oson yerlari bo'lsa 35 ming so'mdan boshlanayotgan hurmatli obunachilar. Pataloylarimizni narxlari, tunakafonlarimiz. Pataloylarimiz-chi oddiy MDF dan qilinadigan pataloylarimiz. Kvadratlar necha pul bo'lyapti? MDFlarimizniki. Necha puldan necha pulgacha? Osoni prostoy necha pul? Ikkiga figuraligi necha pul eng qimmati? 30 mingdan 50 ming, 55 ming so'mgacha MDFlarimiz ichkari tarafdagilarni agar mabodo bu yerda o'shiq qo'y suyugiga dogovor bo'lgan, shuning uchun qo'y suyugiga narxlari 45 ming so'mdan deb aytdik. Lekin adrenisi 30 ming so'mdan prostoydan boshlanyapti, 55 ming so'mgacha boryapti hurmatli obunachilar. Xo'p, kanalimizga telefon nomeri, ustalarimiz telefon nomerini aytmayapmiz. Telefon nomerlar Davron aka, telefon nomeringizni ayting aka. Ustakalarimiz xohlagan usulda hurmatli obunachilar, qanaqangi bo'lishidan qat'iy nazar yozib beramiz deyapti. Telefon nomerlari 99lik 193 0994 nomerlariga aloqaga chiqarasizlar hurmatli obunachilar. Agar mana shu yaqin atrofda bo'ladigan bo'lsa, qaygacha bora olasizlar aka? Mana shu vodiy bo'ylab yura olasizlar. Vodiy bo'ylab xohlagan stillarda patolog desanglar patolog, tomda yopish xizmatlari hamma yoqda qilib berishadi. Ustalarimiz xizmatlari shunaqa bo'ladi. Bitta nomeri? Ikkinchisini ayting aka. 93lik 255 33 93 nomerlariga aloqaga chiqarasizlar ekan hurmatli obunachilar. Agar ustalarimiz usta xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, duosi tunakafonni yasash joyga ham boramiz. U yerda ham telefon nomerlari, necha puldan kvadrat bo'lyapti, qanaqa usul uni ham listani qalin yoki yuqaligi bo'ladi hurmatli obunachilar. Necha puldan necha pulgacha bo'lyapti, hammasini duosi ashiga borganda videoda ko'rsatib beramiz, ma'lumotini beramiz inshaalloh. Uyni proyektlarini ham boshlaymiz xudo xolasa. Bitta uyda borib, noldan necha puldan necha pulgacha fundamentdan tortib tomni yopib kungacha necha pul rasxod ketadi, hammasini to'liq ma'lumotini beramiz. Shu Zo'r bozor YouTube kanalida. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi kanal, sveji kanal sizlar uchun xizmatni boshladi xudo xolasa. Va Islomjon Uz YouTube kanalida chorvachilikka qiziqqanlar uchun chorvachilik yo'nalishi bo'yicha Islomjon Uz YouTube kanalida bo'ladi. Bunaqangi qurilish soha bo'ladigan bo'lsa, shu Zo'r bozor YouTube kanalida bo'ladi hurmatli obunachilar. Xo'p, ajratgan vaqtinglar rozi bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lganlar albatta obuna bo'lib qo'yinglar, like'larni bosinglar. Shunaqangi uy solaman, patolog qildiraman degan do'stlarga shu videoni jo'natib qo'yishni unutmanglar hurmatli obunachilar.